Assalomu alaykum. Biz hozir No'xat maydonidamiz. Bu loyiha 2025-yil Sanoat qurish bank bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Qibray tumani Turkiston MF 92-konturda amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu yerga no'xat ko'chatlari ekilgan. Hajmi 14,5 gektarni tashkil qiladi. Maydonimiz yassi to'rtburchak shaklida joylashganligi sababli bo'yiga 484 metrga 295 metrni, eniga 476 metrga 338 metrni tashkil qiladi. Yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda birinchi hosil yetishib chiqish jarayonida. Hosil yetishib chiqish jarayonida 90 kunni tashkil qiladi. Yetishib chiqish jarayonida sug'oriladi, mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 15 ta dehqon xo'jaligi bo'lib berilgan. Loyiha samarali olib borilish maqsadida Eko-Yemir ishlab chiqarish kooperativiga biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 0,97 gektardan yer maydoni ajratilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda gektaridan 2 tonnadan hosil olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda bu dehqon xo'jaliklari faoliyatini kengaytirib, yer maydonlari qo'shib beriladi hamda no'xat hosilini ko'paytirish rejalashtirilgan.